Xullas qarindoshlar, xolamni qizlari ko'rsatishi bo'yicha qozonga sut solib, sutni ustidan bitta limonni yaxshilab siqib aralashtiradigan bo'lsak va hammasini bir rov sitadan o'tkazib, qo'lini qurug'idan ajratib, qurug'ini chopperga solib, ustidan tuz solib yaxshilab aralashtiradigan bo'lsak, shunaqa o'z qo'limiz bilan tayyorlagan slivishniy sir bo'lar ekanmish deb buni qaranglar, bay. Endi esa biz buni o'xsharmikan a? deb turib slivishniy sirni tayyorlashni boshlab yubordim qarindoshlar. Shunaqa katta qozonga sut solib, sutni ustidan esa bitta dona limonni yaxshilab siqib, gazni ustida aralashtirib turdim. Men ko'chadan sotib olingan sut ishlatgandim. Ana u xolamni qizlari damashni sut ishlatgan bo'lsa, menda o'xshamasa-chi deb turdim. Menda ham o'xshadi qarindoshlar. Shunda ajralib turishini qarasanglarchi buni. Bay, shunaqa biznes g'oyalar kelyapti, shunaqa biznes g'oyalar kelyapti. Ana endi men ham o'zimni slivishniy sirimni chiqarsammikan a? Agarda qarindoshingiz o'zini slivishniy sirini ishlab chiqaradigan bo'lsa, olgan bo'larmidingiz yoki yo'qmi qarindoshlar? Kommentariyada yozib keting. O'zini hech narsasiz shunda yeb ko'rsa, hech qanaqa mazza degan narsa yo'q ekan qarindoshlar. Bu janavarni shunda idishga soldim, ustidan tuz solib, to adnarodniy massa bo'lguncha blenderda mazza qilib maydaladim. Xo'sh qarindoshlar, qani bir rov buni tuzini ko'ring, tuzi yaxshi chiqibdimi deb shunda yeb ko'rgan bilaman. To'g'risini aytaymi yoki kulib turib aldaganim yaxshimi? Qarindoshlar, to'g'risini aytadigan bo'lsam, mazasi shunaqangi zo'r chiqarkan, siz albatta uyda tayyorlab ko'rishingiz kerak. Bay. Qarindoshlar, albatta bu retseptni qo'lidan hech qanaqa ovqat qilish kelmaydigan